Ularni aybi dermatologga emas, ya'ni mutaxassisga emas. Birinchi bor tabiblarga murojaat qilganlar, ular notanish malhamlarni bergan. Bular uzoq muddat o'sha gormonal krem ishlatganlar hisoblariga toshma tarqab ketgan. Biz to'g'ri diagnostika qo'yib, to'g'ri tashxis qo'ydik. 3 kun bo'ldi, kelganlariga ancha natijalar yaxshi. O'zlari ham esalar bo'ladi. 1,5 yil bo'lib qoldi. Shu kasal bilan o'ta ham qiynalib yurdim. Menga noto'g'ri tashxis qo'yishgan, tabibga borganman, psoriaz deyishgan. Unda yaxshi davo topolmadim. Keyin allergiya sentriga bordim. Allergiya sentrida meni gerpes deb davolashdi. U yerda ham noto'g'ri tashxis bo'lgan. Gormonalniy ukol deysim, maz deysim, hamma yo'q, faqat gormonalniy ketganda. Keyin Instagramda ko'rib, shu yerda kelib, hamma analizlar topshirib, точно tashxisni qo'yishdi. Lecheniani boshladik. Alhamdulillah yaxshiman. Nazira opani ko'rib kelaman, sizni ko'rib kelganman. O'shaning uchun ham agar toshma bo'lsa, mana xalqqa murojaat qilib aytamiz. Agar toshma ko'rsangiz, to'g'ri mutaxassisga, ya'ni dermatologga murojaat qilishingiz kerak.